Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman 2026-yil avgust oyida. Qayerdan reyslar bor, narxlari qancha bo'lyapti degan obunachilarimiz, xudo xolasa videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Bugun sizlar uchun yangiliklar bilish uchun yana Hikmat Travel'da ofisdamiz. Xudo xolasa Hikmat Travel Umra safari kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, qanaqadir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa har kuni sizlarga chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Sizlar like'larni bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa yangiliklar chiqarib borishdan biz charchamaymiz. Abdug'offor akadan endi bugungi qanaqa reyslar bor, xudo xolasa narxlari qanaqa bo'lyapti, to'lov masalalari qanaqa, xo'p, sharoitlari qanaqa borgandan keyin hammasini sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilar uchun har kuni yangiliklar chiqarib boramiz deb bir haftadan beri mana shu har kuni video chiqaryapmiz. Chiqaryapmiz. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlar ham yangiliklar birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Endi aka bitta reyslar tushuntirib bersangiz, qayerdan reyslar bor, narxlari qanaqa bo'lyapti aka? Xo'p, bo'ladi. Reyslarimiz Toshkentdan boshlaymiz. Toshkentdan reyslarimiz 9-avgust kunlari 12-avgust, 15-avgust, 19-avgust, 22-avgust va 26-avgust, 29-avgust kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib joylaringizni bron qilsalaring bo'laveradi. Buni narxini $925 qilib beramiz Toshkentnikini. Xo'p, bundan tashqari Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz ham bor. Vodiydan uchaman deydiganlar uchun. Farg'onani narxini $975 qilib beramiz. Buni kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Xo'p, Namangan Madina reysimiz ham bor. Agar Namangandan uchadigan bo'lsa, xo'p, Namanganning kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Namanganning narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, sharoitlaring qanaqa? Xo'p, narxlarni bildik, kunlarni bildik. Endi aqa borganimizdan keyin sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Xo'p, Sama al Misk bitta gastinisamizni nomi, ikkinchisi Darbunyan. Ikkinchi gastinisamiz oti. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmati iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Xohlasalaring ofislarimizga kelib to'lovlarni amalga oshiringlar. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam onlayn joylarni bron qilsalaring bo'ladi. Mana shu nomer Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni qanaqa bron qilishlikni tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. O'sha aytib o'tganimizdek, har kuni sizlar uchun video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lsa, xudo xolasa sizlarga chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.